Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Odilbek, qalaysizlar? Zo'rmisizlar? Assalomu alaykum ustoz. Ilorbek, nima gap? Yaxshimisizlar? Assalomu Temur, qalaysiz? ustoz. Yaxshimisiz? ustoz. O'zim. Ha, zo'r. Demak, boshladik o'quvchilar. Bugungi darsimiz yozasizlar. Bugungi darsimiz o'sha yig'indiga doir masalalar ikkinchi qism bo'ladi. Bugungi darsimiz ikkinchi o'sha yig'indiga doir masalalarning davomini o'tamiz sizlar bilan. Diqqat qilib borasizlar, savollar bo'lsa o'shalarga batafsil javob olib ketaveramiz o'quvchilar. Boshladik. Oldingi darsda shu umumiy takrorlash degan bilan bir xil o'tib boruvdim. Ya'ni o'sha oldingi mavzuni to'liq takrorlovdim. Agar u mavzu bo'yicha savollar bo'lsa belgilab qo'yasizlar, keyingi darsda tushuntirib beraman. Hozir yangi darsni boshlayveraman o'quvchilar. 8:30 darsim bor, o'shanga ulgurishim kerak. Soat 3 dan beri dars o'tyapmiz bolalar hozir. Demak, boshladik. Birinchi bo'lib demak boshlaymiz. Birinchi misolidan bitta-bitta o'qib ketaveramiz bir boshidan. Savollari o'sha yaxshi misollari bor, ko'rib birgalikda qanaqa narsalari bo'lsa mukofotlab ketaveramiz agar mukofotga doir misollar bo'lsa. Boshladik birinchi misol. Birinchi misol keyin o'quvchilar sizlarga ertaga Va alaykum assalom. Nurshod, yaxshimisiz? Ertaga ham dars bo'ladi bolalar. O'z vaqtida soat 7 da ertaga test bo'ladi sizlarga. Hamma vaqtida kiradi soat 7 da darsga. Bu darsimiz kechagi dars o'rniga o'tilyapti o'quvchilar. Kecha darsimiz bo'lmadi, kechagi darsimiz o'rniga bugun o'tilyapti. Ertaga darsimiz bo'ladi, ertangi darsimiz o'quvchilar test olamiz sizlar bilan. Kelishdik-a? Xo'p. Yaxshi, boshladik. Birinchi misolni o'qiydi Abdulaziz, tezlashing. Nechinchini ustoz? Birinchisini. Birinchisini. Ikki son yig'indisi 72 ga teng bo'lib, qo'shiluvchidan biri 34 ga teng. Abdulaziz, mikrofoningizni o'chiring. Shovun qaytyapti. O'chiring, anaqani bartaraf qilasiz. Muhammad Amin o'qing. Ustoz. Muhammad Amin o'qing. Nechinchisini o'qiysiz? Birinchisini. Ikki son yig'indisi 72 ga teng bo'lib, qo'shiluvchilardan biri 34 ga teng. Ikkinchi qo'shiluvchini toping. Xo'p. Demak, qo'shiluvchilardan ikkita son yig'indisi bor ekan 72, qo'shiluvchilardan biri 34 ga tengligi bor ekan. Ikkinchi qo'shiluvchini topishim kerak. Nima qilaman ikkinchi qo'shiluvchini topish uchun? Ikkinchi qo'shiluvchini topish uchun 72 dan 24 ayiramiz. 72 dan 24 emas, 34 nima qilamiz? Ayiramiz. Necha bo'ladi 72 dan 34 ayirsak? 38. 38 bo'ladi. Tushundikmi? Yaxshi. Uchinchi misolni o'qiydi Nurshod, o'qing, tezlashamiz. Uchinchi misolmi? 3 dan sonning yig'indisi 180 ga teng bo'lgan qo'shiluvchilardan 2 15 va 95 ga teng. Uchinchi qo'shiluvchini toping. Xo'p.
Shuning uchun qo'shiluvchini topishimiz kerak. Qanday topamiz? Birinchi bo'lib 65 ga 95 qo'sha olamiz. 65 ga 95 qo'shamiz, nechi bo'ladi? 160. Endi uchinchi qo'shiluvchini topishni nima qilamiz? 160 dan 180 dan ayiramiz. 160 da teng 20. Demak, 20 bo'lar ekan keyingi qo'shiluvchi. Yaxshi, 5-misol. 5-misolni o'qiydi. Nima? Admin profildan qatnashayotgan Odilbek o'qing. Hop ustoz. 7 nima? Ikkita sonning yig'indisi birinchi sondan 20 ga, ikkinchi sondan 19 ga katta yig'indining qiymatini toping. Xo'p. E, Uchta sonning yig'indisi 9000 dan 2500 ga ko'p deyapti. To'g'rimi 5-misolda? 5 o'qidingizmi o'zi? 7 ni o'qidingiz, 5 o'qing. Uchta son yig'indisi 9000 dan 2500 ga ko'p. Qo'shiluvchilardan biri eng katta 4 xonali son, ikkinchisi esa eng kichik 3 xonali son. Uchinchi qo'shiluvchini toping. Xo'sh. Demak 9000 dan deyapti 2500 ga ko'p. Birinchi o'shani topib olishim kerak. Qanday topaman? 9000 dan 2500 ga ko'p deyotgan bo'lsa. Nima qilishim kerak 9000 ga 2500 ni? Qo'shib olishimiz kerak. Qo'shib olishimiz kerak. 9000 ga 2500 ni qo'shib olsak necha bo'ladi? 11500. 11500. Endi keyingi shartlarga o'tamiz. Biri qo'shiluvchilardan biri eng katta 4 xonali son deyapti. Eng katta 4 xonali sonimiz qaysi? Eng katta 4 xonali son Ha. 9999. Demak, birinchi qo'shiluvchi 9999 ekan. Endi ikkinchi son eng kichik 3 xonali son deyapti. Eng kichik 3 xonali son qaysi? Eng kichik 3 xonali son 1101. 1000 yo'q, 3 xonali, eng kichkina 3 xonali son. Eng kichkina 3 xonali son 100. 100. Ana endi 9999 ga 100 ni nima qilamiz? Ayiramiz. Yo'q. 3 ta sonlar, 3 ta qara. 9999 100 bilan bitta sonni qo'shganingiz 11500 chiqyapti. Demak, avval mana bittasini qo'shib olishingiz kerak. 9999 ga 100 ni qo'shamiz. Qo'shsak necha bo'ladi? 9 ga 0 9 9 0 10 bo'lar ekan. Demak, 10099 chiqar ekan. Ana endi 3 ta son yig'indisi 11500 edi. Ikkitasini qo'shganimda 10099 chiqyapti. Narigisini qanday topaman? Narigisini ayiramiz. Ayiramiz. Nechidan nechini? 11500 dan nechini? 10099 ayiramiz. 10099 ayirsa qarz olib bersam bu yog'i 01 bo'lar ekan, 4 bo'lar ekan. Bu yog'i 1 bo'lar ekan. Demak 1400 ni chiqar ekan. Odilbek, nega o'chirdingiz mikrofoningizni? 1400 1 chiqar ekan Odilbek misolimizning javobi. Keyingisi ikkita sonning yig'indisi 7 ga qaranglar. Ikkita sonning yig'indisi deyapti. Birinchi sondan 20 ga, ikkinchi sondan 19 ga katta. Yig'indining qiymatini toping. Nima ichga ketib qoluvdim? Bo'ldi, men endi tushundingiz, demak 1401 chiqar ekan. Bu misolda aytyapti. Ikkita sonning yig'indisi birinchi sondan 20 ga, ikkinchi sondan 19 ga. Bo'ldi, demak bunaqa misol keldi. Mana shu ikkitasini bir-biriga qo'shib qo'ysam yetar ekan 20 ga 19 ni. 20 ga 19 qo'shib yig'indini hisoblab qo'ysam 39 chiqar ekan. Keyingisi 9-misol. 9-misolni o'qiydi, Dilyor o'qing. 33 qo'shuv x teng 77.
birinchi ishimiz x teng 77 ayri 33, x teng 44. 77 dan ayiraman 33 ni. X topsam 44. 44 chiqar ekan. 11 ham o'qing. X qo'shuv 20 qo'shuv 35 teng 99. X qo'shuv 20 teng 99 ayri 35. Ha. Hmm, Nechi bo'ladi? ayirsak Men yaxshi yozmayapti. 99 ayrilgan 35. Demak, x qo'shilgan 20 barobar 64. ayrilgan 64. Endi x topishni nima qilamiz? X teng 64 dan 20 ni ayiramiz. 64 dan 20 ni ayiramiz. Demak, nechi chiqadi x teng? 44. 44. Yaxshi. Keyingisi 13-misol. 13-misolni o'qiydi. Temur o'qing. Ustoz 27 qo'shilgan 2 qo'shilgan 41 teng 120 degan. 41 ni bu yoqqa 120 dan bu yoqqa tenglikdan bu yoqqa ayirish qilib o'tamiz. 79. X topishni nima qilamiz? 79 endi 79 chiqdi. 79 dan 27 ayiramiz. 50. 52. Chiqar ekan. Yaxshi. Keyingisini ham o'qing. 15 ni ham. Hozir ustoz. Yig'indiga birinchi qo'shiluvchi 3 chiqdi. Ikkinchi qo'shiluvchi esa 12 ga o'tadi. Natijada yig'in qancha o'tadi? Xo'p, yig'inni qanchaga ortadi deyapti? 55 ga. Qaysini o'qidingiz o'zi hozir? 15 adashib ketdim ustoz. Yig'indiga birinchi qo'shiluvchi 22 ga, ikkinchi qo'shiluvchi esa 18. Temur ovozingiz o'chib qoldi. O'quvchilar ovozim eshitilyaptimi? Ha, ustoz. Ha, ustoz. Temur o'zida muammo bo'lib qoldi menimcha. Demak, qaranglar. Yig'indan birinchi qo'shiluvchi 22 ga, ikkinchi Ustoz. 22 ga 18 ni qo'shamiz, 40 bo'ladi. 22 18 qo'shamiz 40 bo'ladi. Chunki ortdi deyapti. Mana ikkalasi ham ortgan. Ikkalasi ham ortgan bo'lsa, jami nechiga ortganini topishim qo'shib qo'yishim kerak. 17-misolda ham yig'indidagi birinchi qo'shiluvchi 19 ga, ikkinchi qo'shiluvchi 15 ga, uchinchi qo'shiluvchi 20 ga ortdi deyapti. Jami nechiga ortdi deyapti. Demak 19 qo'shilgan 15 qo'shilgan 20 qilib qo'yishim kerak buni. 19 ga 15 qo'shadigan bo'lsam 34. 34 ga 20 ni qo'shib qo'ysam 54 ga ortar ekan jamida. Tushundingmi? 54 ga ortadi. Yaxshi. Keyingisi 19-misol. Shahzoda o'qing 19-misolni. Besh Men yig'in desa 190 ga teng. Agar har bir qo'shiluvchi 31 ga ortsa, yig'indi nechaga teng bo'ladi? 32 ga ortsa, ha. Demak 5 ta sonni qo'ysangiz, mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta sonni bir-biriga qo'shganingiz 190 chiqyapti ekan. Endi bu ham 32 ta ortibdi, bu ham 32 ta ortibdi, bu ham 32 ta. Shunda jami nechi bo'ladi endi yig'indi deyapti. Nima qilamiz? Nima qilamiz Shahzodaxon? 190 ni 5 ga bo'lib olamizmi? Yo, unaqa qilmaymiz. 5 ta sonni har bir 32 ga ko'payyapti ekan. Xo'sh, nima qilamiz? Har bir 5 ta son 32 ga ko'paysa, har biri jami nechiga ko'payadi?
5 ni 32 ga ko'paytirib olamiz. Birinchi 5 ni 30 ga ko'paytiramiz. Jami nechiga ko'paygan topish uni. 5 ni 30 ga ko'paytirsak 160 chiqar ekan. Demak, mana bu yig'indimiz 160 ga ortibdi. O'zi 190 edi. 160 ga ortsa nechi bo'lib qoladi endi? Qanday topamiz? 190 dan ayiramiz 160 ni. Ayramizmi? Ortdi deyapti. Qo'shamiz. Qo'shamizda ne ayiramiz? Ortdi degan bo'lsa. 190 ga 160 qo'shadigan bo'lsak, 350 chiqar ekan. Menda yangi yig'indim. Yaxshi, 21 o'qing. O'zingiz o'qing 21 ham Shahzoda. Bir necha son yig'in desa 150 ga teng. Agar sonlarni har birini 11 ga orttirib yig'indini hisoblasa 271 ga teng bo'ladi. Berilgan yig'indida nechta qo'shiluvchi bor? Boyagi misolingizni xirt teskarisida. Xo'p, nechtadir son bor. Qo'shsangiz 150 chiqyapti. Nechtaligini bilmaysiz. Hammasini bir-biriga plyus qilsangiz 150 chiqyapti. Endi har bir 11 ga orttirilibdi. Bunga ham 11, bunga ham 11, hammasiga 11 plyus qilinibdi. Endi javob 271 chiqib qolibdi. Nechta 11 qo'shilgan uni ustiga deyapti. Nima qilamiz? O'zi birinchi 150 chiquvdi. Endi 271 bo'lib qoldi. Nechtadir 11 qo'shilgandan keyin nima qilamiz? 271 ni 11 ga bo'lib olamiz. Yo'q. Necha edi o'zi birinchi yig'inda? 150 151 271 dan ayiramiz 150 ni. Birinchi qanchaga ortganini topib olishimiz kerak edi. Uni 272 150 edi, 271 bo'lishini qanchaga ortib qoldi? Ayiradigan bo'lsak 121 ga ortar ekan. Ana endi 11 qo'shilib 120 ga 121 ga ortibdi. Nechtadir 11 qo'shilib. Nechta 11 borligini qanday topamiz? Qanday topamiz nechta 11 borligini? Nechtadir songa 11 qo'shilibdi. Shunda 121 ga ortib qolibdi. Nechta 11 borligini qanaqa topamiz? 121 ni 11 ga bo'lib olamiz. Bo'lamiz-da. Boyagi misolingizni g'irt teskarisida. Bu bir xil ikkalasi, faqat teskarisi. 121 ni 11 ga bo'lib olamiz. Nechta son bor ekan demak bu yerda? 11 ta. 11 ta son bor ekan. Yaxshi. Keyingisi 23. 23-misolni o'qiydi. Said Kamol o'qing. 23 18 ko'paytiruv 31 ko'paytiruv 80 qo'shuv 80 ko'paytiruv 31. Xo'p, nima qilamiz dedik bunaqa misolda? Oldingi dars o'rgatdim bunaqa misol yechishni. Ustoz aytsam bo'ladimi? Yo'q, Temur. 18 Yo'q. Ikkalasida ham qaysi bir xil son bor? ko'paytirib Yo'q, Said Kamol, ikkalasida ham qaysi bir xil son bor? Ikkala ko'paytirishda ham. 31 31 ni qavsdan tashqariga olib chiqar edim. O'rgatdim-ku oldingi dars. 31 olib bor. chiqadigan bo'lsam nima qoladi qavs ichida? Mana bundan 31 ketsa birinchisidan nima qoladi? 18 bilan 18 o'rtasi qo'shilgan. Ikkinchisida nima qoladi? 82. 82 qoladi. Demak, birinchi 18 ga 82 ni qo'shib olaman. Nechi bo'ladi 18 ga 82? 18 ga 82 100. 100 bo'ladi. Ana endi 31 ni 100 ga ko'paytirib olaman. Nechi bo'ladi 31? Ne, ovozim uzilib boryaptimi? Tushunmayapman. Nima ikki javob beryapsiz, aytgaman. Nechi bo'ladi 31 ni 100 ga ko'paytirsak?
3100. 3100. Yaxshi, 25 o'qing. Nima qilamiz 25 dan? 21 ko'paytiruv 30 qo'shuv. Hammasida 21 bo'lganiga 21 qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. 21 ko'paytiruv Hop. qavs ichida 30 qo'shuv 18. Xo'p, buni qo'shsak nechi bo'ladi? 18. 21 ko'paytirilgan. Hop. 30 52 ga 18 ni qo'shsak 70 100 bo'lar ekan ustoz. 100. 21 100 ga ko'paytirsak nechi chiqadi yana? 2100. 2100 chiqadi. Tushundingmi? Keyingisi Ha. 27-misol. O'qing Dilyorbek 27 ni. Sanjar 77 7077. 7077 sonini hosil qilish uchun bir nechta 7 raqamni qo'shib chiqdi. 7 qo'shuv 7 qo'shuv qo'shuv 7 teng 7007. Hop. Davomini ham o'qing, pastida ham bor. Nima o'quvchilar? Dilyorbek o'qing davomini ham mana bu yoqda ham bor-ku. Internet bilan muammo bo'lyaptimi yoki? Ular ovozim eshitilyaptimi? 7007 ni bo'lamiz. Yo, Dilyor, Agar birinchi Sanjar qo'shib chiqqan 7 raqamidan 3 marta ko'p sonidan 2 raqam nima bo'lyapti bolalar bugun? Nurshod o'qing. Nechinchi misol? Nechini o'qiyotgandi? 27 ni o'qiyotgandi, qarab boring. Sanjar 7074 sonini hosil qildi uchun bir nechta 7 raqamini qo'shib chiqdi. Xo'p, davomi ham bor. Agar Sanjar qo'shib chiqqan 7 raqami 3 marta ko'p sondagi 2 raqam qo'shiluvchi Shoshmasdan o'qiring Nurshod. 2 raqamini qo'shib chiqsa, 2 raqamni qo'shib chiqsa nechaga teng bo'ladi? yig'indi nechaga teng bo'ladi? Xo'p, nechtadir 7 ni qo'shibdi, 7077 chiqibdi. Nechta 7 ni qo'shgan? Qaratib topamiz. Qo'shib Nimaga nimani qo'shamiz? Qarang. Nechtadir 7 ni qo'shgan, javob 35 chiqqan bo'lsa, nechta 7 ni qo'shgan bo'ladi, Nurshod? 5 ta. Qanday topdingiz? Qanday topdingiz? 7 ta 5 qo'shdi. Xo'p, 7 ta 5 emas, 5 ta 7 ni qo'shdingiz. Qo'shdim. Xo'p, shu 35 emas, 70 bo'lsa, nechta 7 ni qo'shgandingiz? 10 ta. 10 ta. Qanday topyapsiz?
Qo'shaman. Qo'shon qanday qo'shdingiz? 7 ga 10 ni qo'shsangiz 17 chiqadi-ku. Bo'lyapsiz mana bu yerda Ko'paytiraman. yig'indini mana bu songa bo'lyapsiz. Nechtalik kelib chiqyapti? Mana bu yerda u 5 deydi, 5 10 deydi mana. 70 ni 7 ga bo'ldingiz, 10 chiqdi, soni kelib chiqdi. Demak, bu yerda ham 7077 ni 7 ga nima qilishingiz kerak? Nechta son borligini topish uchun? Bo'lishimiz kerak. Bo'lishingiz kerak. 7077 ni bo'lasiz 7 ga. 7 ni ichida 1 marta 0 1011. Demak, nechta 7 bor ekan mana bu yerda? 1011 ta. 1011 ta 7 bor ekan. Endi keyingi savoliga e'tibor bering. Sanjar qo'shib chiqqan 7 raqamidan 3 marta ko'p 2 qo'shdi. O'zi nechta 7 qo'shuvdi? 4 ta. 4 ta 7 qo'shuvmidi? 7 ta. Necha chiqdi mana bu yerda bo'lganimiz? Nurshod, qarab gapiring. 1011 ta. 1011 ta 7 bor edi. Qayerdan olyapsiz? 4, 3, 7 ni. 1011 ta 7 qo'shib chiquvdi. Endi undan 3 marta ko'p 7 qo'shdi deyapti. Axo 1011 dan 3 marta ko'p desa nechta bo'ladi u? 1011 dan 3 marta ko'p desa 305 ta. Nurshod 1011 dan 3 marta ko'p deyapti. Qani topamiz? 3303 ko'paytiramiz. Kim bor yoningizda? Yoningizdagi etib turmasin. Kim bo'lsa ham iltimos, siz menga qarang, men bilan ishlaylik. Yoningizdagiga e'tibor qilmang. Men aytaman, men savolimga qarang, siz umuman xayolingiz men savolimda bo'lmayapti-da. Yoningizdagi kim bo'lsa ham etib turibdi, o'sha etib turibsiz menga. Mana bergan savolimga e'tibor bering, bo'ldi, xayolingiz menda bo'lsin. Aytyapman mana 1011 dan 3 marta katta sonni qanday topamiz? 3 marta ko'p deyapti 1011 dan. Nima qilishim kerak 3 marta ko'p desa? Ko'paytirishimiz kerak. 1011 ni nima qilamiz 3 ga? Ko'paytiramiz. Nechi bo'ladi 1011 ni 3 ga ko'paytirsak? 3333. 3033 bo'lar ekan. 3033. Demak 3033 ni 2 ni qo'shibdi mana. 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan va hokazo 2 lar bor ekan. Mana shu yerda 3033 ta 2 bor ekan. Javob necha chiqadi deyapti. Qanday topamiz? 10 ta 2 ni qo'shsangiz javob necha chiqadi? 10 ta 2 ni qo'shsangiz javobi. 20. 20. 15 ta 2 ni qo'shsangiz necha chiqadi javobi? 30. Qanday topyapsiz? Ko'paytirib topamiz. Ko'paytirib topyapsiz. Demak, mana bu yerda 3033 ta 2 ni qo'shsangiz necha chiqishini topish uchun nima qilishingiz kerak ekan? Ko'paytirishimiz Nechini nechiga? 3033 ta ko'paytiramiz. 1000 Yo'q. Nechta son? Nechini qo'shyapsiz? 2 ni. Nechaga ko'paytirasiz demak 3033 ni? 2 2 ga. Necha bo'ladi 3033 2 ga ko'paytirsak? 6666. 600 emas, 6066 ni o'zi. Tushundingizmi? Ha. Keyingisi menga qarang, Nurshod, bu bolalar, u yonimizdagilar aytaveradi ular, tushunmaysizlar hech nimani. Mani gapimga qaramasdan boshqalarga e'tibor beryapsizlar. Bunaqa bo'lmaydi-da bolalar. Men A desam B deyapsizlar, S desam D deyapsizlar. Menga diqqat qilinglar. Men o'zim nimadan keyin nimani aytishni o'zim bilib nima qilaman sizlarga. Sizlar o'shani anglab tursangizlar, bo'ldi, aytib tushuna olasizlar nima qilish kerak. Keyingisi Alisher o'qing, nima kech qolib yuribsiz?
Ustoz, Hop. assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qalaysiz? O'qing 29ni. Quyidagi ko'shish jadvalidan noma'lum figuralar yig'indisini toping. Demak, mana figuralarni bir-biriga qo'shib chiqishim kerak. Boshladik bir boshidan. Birinchi mana bu ko'kni topishim kerak. Qanaqa topaman bu ko'kni, Alisher? Shunday. Qanday topaman? Ko'knimi ustoz? Ha, birinchi ko'kni. Oltini tepasidagi ko'kni qanday topaman? Hozir ustoz. Ustoz 43dan 12ni ayiramiz. Ha, chunki mana buni to'g'risidagi ko'k bilan mana buni to'g'risidagi ko'kni qo'shsam mana to'g'ridagi, ya'ni o'sha o'ng taraf, chap tarafdagi ko'k bilan to'g'ri tepa pastdagi ko'klarni qo'shsam o'sha o'rindagi sonni berish kerak. Demak, mana bu 12 ga mana bu ko'kni qo'shsam 43 ni berish kerak. U uchun mana bu ko'kni topadigan bo'lsam nima qilishim kerak? 43 dan 12 ni ayirishim kerak. Demak, bu 31 bor ekan. Demak, mana bu ko'k ko'rindi, 31 bor ekan. Endi mana bu ko'kni topamiz. Bu ko'kni qanday topamiz? Qanday topaman bu ko'kni? Ha. 61dan 31ni ayiramizmi? Ha, 61 dan 31 ni ayiraman endi. Chunki mana bu 61 ni hosil qilishim uchun 61 ni tepasidagi ko'kka uni to'g'risidagi ko'kni qo'shishim kerak. To'g'risida 31 turibdi, tepasida hech nima yo'q. Demak, o'shaning uchun 61 dan nima qilamiz? 31 ni Ayiramiz. 30. ayiramiz. Demak, mana bu ko'k 30 chiqar ekan. Endi bunga o'taman. Mana bu oqni topishim kerak. Necha chiqadi oq? 43 pastidagi oq. 9. Necha? Ammo unga qarang, mana uchinchida mag'rurni chiqibdi. Alisher 43 pastidagi oq necha chiqadi? Abdulaziz, mikrofoningizni o'chiring. 43 ga 6ni qo'shamiz. 43 ga qo'shmaymiz endi. Ko'klarni qo'shamiz-ku bu oq chiqish uchun. 12 ga 6ni qo'shamiz. Ha, 12 ga 6 ni qo'shamiz. Necha chiqadi? 18. 18 chiqadi. Ana endi men bunga o'taman. Bu mana bu 45 edi. Bu yoq mana 45, mana o'rtadagisi 45. Bu yoqdan kelsam 6. Demak, tepadan borsam necha bo'lish kerak? 45 bo'lish uchun. Qanday topaman bu ko'k? Ustoz, Mana bu ko'kni qanday topaman? Alisher, mana bu 45 chiqyapti o'rtadagisi. 45 to'g'risidagi 6, 45 tepasidagi necha bo'lish kerak? Qanday topaman? Sal tezlashaylik. Qirq beshdan 6 nima qilishim kerak? ayiramiz. Ayiramiz-da 45 dan 6 ni. Mana bu ko'kka mana bu ko'kni qo'shganim 45 chiqishi kerak. Mana tepasidagi va to'g'risidagi. 45 dan 6 ni ayirsam 39 chiqar ekan mana bu ko'kim. Mana bu ko'kim 39, mana bu ko'kim 31. Mana bu oqni qanaqa topaman endi aylanani? Nima qilaman aylanani topish uchun? 39 dan 31ni ayiramiz. Ayiramizmi? Oqni topish uchun. Qo'shamiz. Oqni topish uchun har doim qo'shamiz ikkita ko'kni. Uni to'g'risidagi bilan tepadan to'g'risidagini qo'shaman. 39 ga 31 qo'shsam 70 bo'lar ekan. Demak, men bu nimani topdim aylanani. Endi bunga o'taman. Bu 39, mana bu oq 56. Mana bu oq 56 bo'lsa, uni to'g'risida 39 turgan bo'lsa, bu yonida mana bu uchburchak o'rnida necha turadi? Qanday topaman?
Qani topaman? Ha. 12 ga 56 ni qo'shamizmi? 12 qatta bo'pti. Mana qarang. Ha bitta 56 turibdi o'rtada. Mana bu oq. Mana shu 56 ni topish uchun 56 ni topish uchun nima qaysi ikkitasini qo'shishim kerak bo'ladi? 56 ni mana bu to'g'risida necha turibdi? Ha, 39 bilan ana uchburchakning o'rnidagini. Qo'ysam 56 chiqish kerak Alisher. Men uchburchak topish uchun nima qilaman? 56 dan 39 ni ayiramiz. Shuni etingda, ne boshqa gaplar gapirasiz? 12 umuman boshqa joydagi bo'tda. 56 39 ayirsak necha bo'ladi Alisher? 17. 17. Demak, mana bu uchburchak o'rnida 17 turibdi ekan. Endi mana buni topishimiz kerak 5 burchakni. 5 burchakni qanaqa topamiz? Mana 5 burchakni. 17 ga 30 ni qo'shamiz. Uni to'g'risidagi ko'k bilan yonidagi ko'kni qo'shaman. 17 ga 30 ni qo'shaman. Necha bo'lar ekan 17 ga 30? 47. 47 bo'lar ekan. Ana endi menga mana shu figuralar yig'inisini so'rayapti. Hammasini bir-biriga qo'shib chiqishim kerak. 70 qo'shilgan 17 qo'shilgan 47 qilishim kerak. 17 ga 47 ni qo'shsam 64 134 chiqar ekan. Tushundingmi Alisher? Ha. Yaxshi. Keyingisi 31-misol. 31-misolni o'qiydi. Sho'da o'qidi. Muhammad Abdulaziz o'qisin qani mayli. Ustoz kitob o'qib ko'ring, boshqa ko'rinmay qoldi. Qo'ydim, to'g'riladim. Nechinchini dedingiz? Nechaga keldik? O'ttiz birga keldik-da. Qarab boring. Nima qilib o'tiribsiz? Quyidagi rasmda berilgan 3 ta 5 xonali sonlar yig'indisi 10, 24, 26 ga teng. Ba'zi sonlarning ba'zi raqamlari berkitilgan. Barcha berkitilgan raqamlar ko'paytmasini toping. Xo'p, demak raqamlar berkitilgan ekan. O'sha raqamlarni bir-biriga ko'paytirsam necha chiqishini topishim kerak ekan. Demak, buni oldingi darsda ham ishlovdik. Nima tuzib olardik bunga o'quvchilar? Kim aytadi? Nima tuzib olardik bunga? Ustoz misol. Ya'ni qanaqa edi u? Ustma-tek yozib olardim, to'g'rimi? 40 so'roq 59 qo'shilgan 26. Bo'ldi. Temur, tushundim sizni. Temur bo'ldi. Abdulaziz qarang. Bu yerda 3 ta sonni o'zi ko'ryapsizmi misolda? 3 ta son bormi o'zi? 3 ta son bor. Birinchi soningiz qaysi? Ko'kdagi soningizmi? Ha. Qaysi son u? 26. 26 ni o'zi emas-ku. 26,000 75. 26,075 qo'shilgan ikkinchi son qaysi? Mana bundan boshlangan. Qaysi raqamlari ko'ringan uni? 4 ko'ringan. To'g'rimi? Keyin 0 ko'ringan. Keyingi raqami ko'ringanmi? Yo'q. Shuning uchun uni yulduzcha bilan belgilayman. Keyingi raqami ko'ringanmi? Ha. Necha? 5. 5 yozaman. Undan keyingi raqami ko'ringanmi? Ha. Necha? 9. 9. Endi bu sonni ham o'chiraman. Pastdagi songa o'taman.
Birinchi raqami ko'ringan pastdagi sonni? Yo'q. Yo'q, yulduzcha qo'yaman. Keyingi raqami ko'ringanmi? Ha, Necha? 6. 6 yozaman. Undan keyingi raqami ko'ringanmi? Ko'ringan. Necha? 1. 1. Undan keyingi raqami 9. 9. Oxirgi raqami ko'ringanmi? Yo'q. Yo'q, yulduzcha bilan belgilayman. Mana shuni qo'shganim Abdulaziz. Mana bu son chiqqan ekanda. 102.426 chiqqan ekan. 426 chiqqan ekan. Boshladik. Mana bu tarafdan qo'shib kelaman. 5 ga 9. 5 ga 9'ni qo'shsak. 14. 14. 14 ga yulduzchani qo'shsam 6, ya'ni 16 chiqyapti ekan. Nechi bo'ladi? Mana 14 ga yulduzchani qo'shsam 6 bilan tugaydigan son, ya'ni 16 da, u 6 bilan tugaydigan son chiqyapti ekan. Demak, shunda mana yulduzcha o'rnida nechi bo'lish kerak? 14 ga nechini qo'shsak 16 bo'ladi? 2. 2. Demak, mana bu birinchi yulduzchani o'rnida 2 turibdi. Mana buni o'rniga 2 qo'yaman. Qo'shaman endi. 5 ga 9. 14. 14 ga 2. 16. 16. 6'sini yozdik, biri dilimizda. Endi bu yoqqa o'taman. 7 ga 5. 12. 12. 12 ga 9. 21. 21. Dildagi 1 bilan 22. 22 ni ikkisini yozaman, ikkisi dilda. Keyingisiga o'taman. 0 ga 1. 1. 1. Mana bitta 2 dilimdagi bilan 3. 3. Lekin bu yerda 4 chiqyapti. Demak, mana bu yulduzcha o'rnida nechi bo'lish kerak? 1. 1. Demak, mana bu yulduzchaning o'rnida, keyingi yulduzchaning o'rnida 1 bor. Endi bu yoqqa o'taman. 6 ga 6. 12. 12. 12 ni ikkisini yozdim, biri dilda. Endi bu yoqqa o'taman. 2 ga 4. 6. Bir dildagi bilan 7. 7. Ana endi bu yerda 10 chiqibdi. Demak, yulduzcha o'rnida nechi turish kerak oxirgisini o'rnida? 3. 3. Ana endi mana shu yulduzchalar o'rnidagi raqamlarni ko'paytir deyapti. 2 kara 1 kara 3 deyapti. Nechi bo'ladi bu ham? Nechi bo'ladi? 2 kara 1. 2. 2 kara 3. 6. 6. Nechi bo'lar ekan demak? 6. 6 bo'lar ekan. Yaxshi, 1 minut. Keyingisi 33-misolni qarab turinglar o'quvchilar. 33-misolni hozir o'sha joyida yechgan o'quvchiga 20 ming so'm tashlab beramiz. 20 ming so'm yechimini zo'r qilib yechib bergan o'quvchiga qani qarab turamiz. O'ttiz uchinchi misolmi? Ana 33-misol.
Mayli o'quvchilar, hozir vaqt olib o'tirmaymiz. Uyda ishlab kelamiz. Uyda ishlab kelgan o'quvchiga mayli ball qo'shib beraman, 30 ball. Kim ishlab kelsa, to'g'ri ishlab kelsa 30 ball oladi o'quvchilar. Tushundikmi? Zo'r misol bu ham. Rostdan eng yaxshi misollardan. Shunga o'xshash misol anaqada ham tushdi bu yil. Al-Xorazmiy maktabiga kirish imtihonida ham tushdi. Deyarli shunaqa misol. Demak, plus 30 ball bo'lar ekan. Keyingisi 35-misol. 35-misolni o'qiydi. Muhammad Amin o'qing. Yig'indisi 31 ga teng bo'lgan natural sonlar juftligi nechta? Nechta deyapti. Yig'indisi 31 ga teng bo'lgan natural sonlar juftligi nechta? Kechagi darsda o'tdik, buni nima qilamiz dedik? Yig'indisi o'sha songa teng bo'ladigan sonlar juftligi nechta deydigan misol bo'lsa, nima qilib qo'yamiz dedik? Kim mesida nima qilib qo'yamiz dedik o'quvchilar? Ustoz 2 ga bo'lamiz. Ha, mana ko'ryapti-da o'quvchilar, mana Timur hamma darsi videosini ko'rib vazifasini qilyapti. O'sha esda qolyapti hamma narsa. Sizlar ko'rmayapsizlar bolalar o'sha videolarini. Hammasini etdik-ku, bir oldingi dars nima qilishimizni. Xo'sh, Alisher. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum Alisher assalom. Noisiman. Xo'sh, Rahmat. Biz bir tarafga keluvdik-da, shunga endi kira olmayapmiz-da. Qayerga keluvdingiz? Uzr endi. Qayerga keluvdingizlar? Keluvdik. Ha, bo'pti. Bugun kira olmasa ham, lekin ertaga test bor, keyin ertaga kirsin aniq. Ertaga tez. Xo'p. Ha, chunki anaqada o'sha guruhlarni bo'lishimiz kerak biz, o'shani ham anaqa qiladi-da, u aniqlab beradi u test. Aha, Ertaga testga hamma kirishi shart o'quvchilar, shart. Test qiyinroq bo'ladi ertangi test, oddiy test bo'lmaydi. Bo'pti, bemalol. Ha, 7 da bo'ladi, 7 da. Aha. Bo'pti, mayli keling. O'quvchilar, ertaga hamma kirish shart, yana aytayapman. Test oddiy test bo'lmaydi, qiyinroq bo'ladi ertangi test. O'sha logika bir ikkita savollari ham bo'ladi u yerda. Mantiqiy tanqidiydan ham bo'ladi bir nechta misollar o'quvchilar. O'shanga kirib, yechib, o'sha biz aytdim-ku, kechagi darsda ham sentyabrda guruhlarni bo'lmoqchimiz dedim. O'sha guruhlarni bo'lishimiz uchun ham anaqa birinchi qadamda u. Kim qanaqa, kim nechta etsa, o'shanga qarab sartaroshga qilib olamiz biz sekin o'quvchilar. Yaxshi, demak 35-misolda Muhammad Amin eslab qoling. Yig'indisi 31 ga teng bo'lgan deydimi? Yig'indisi 16 ga teng bo'lgan deydimi? Yig'indisi 50 ga teng bo'lgan deydimi? Nechta son juftligi bor desa, mana shu sonni 2 ga bo'lib qo'yasiz, bo'ldi necha turgan bo'lsa. Demak, bu yerda necha turibdi Muhammad Amin? Necha turibdi? Nechiga teng bo'lgan son topishingiz kerak. 31 ga. 31 ga. Demak, 31 ni nima qilar ekanik? Bo'lamiz 2 ga. Bo'lamiz 2 ga. Necha bo'ladi 31 ni 2 ga bo'lsak? Qoldig'i umuman kerak emas bizga. Necha bo'ladi 31 ni 2 ga bo'lsak? 15. 15. Demak, nechta natural sonlar juftligi bor ekan? 15 ta natural sonlar juftligi bor ekan. Malades. Keyingisi 37. 37-misolni o'qiydi. Said Kamol o'qing. 37. Ha. Agar 10, 12, 13 nuqta 96, 98 100 da qo'shsak, yig'inda 2530 bo'lsa, 8 qo'shuv 10 qo'shuv 12 nuqta qo'shuv 96 qo'shuv 98 ning qiymatini toping. Ustoz hozir bunaqa bo'lganligida endi shunday 100 da ayirib 100 kami bu yoqda shunday 100 da ayirib Bu yoqda 100 yo'q. Mana qaranglar, bu yerda 98 gacha. Bu yerda 100 bor. Birinchi men 100 ni olib tashlashim kerak.
u uchun 100 ni nima qilib olib o'taman bu yoqqa? nima deysiz? Men bu 100 ni nima qilib olib o'taman bu yoqqa? 100 yo'q, olib tashlashim kerak. Ayrim. Ustoz buqa Ayrim. qo'shish. Ayrish ustoz ayrish. Ha, bu 100 xalaqit beryapti manga Temur, olib tashlashim kerak 100 ni. 2530 dan 100 ni ayiraman. Nechi bo'lar ekan bu? 2430 bo'lar ekan. 130. Ha, demak 10 dan 98 gacha qo'shganim 2430 bo'lar ekan. Endi nima qilaman Said Kamol? Nima qilaman endi? 2430 bo'lsa, endi 8 qo'shamiz. Ha, nimaga 8 ni qo'shaman? Chunki boshida 8 bor ekan bunda. Ha, mana bu yerda 10 dan boshladik-da buni o'quvchilar. 10 dan 98 gacha qo'shsam 2430 chiqyapti. Ammo nima bu yoqda 8 ham bor-da. Buni ustiga 8 ni qo'shib qo'yishim kerak. Nechi bo'lar ekan? 2438 chiqar ekan. Malades. Keyingisi 39-misol. 39-misolni Shahzoda o'qing. Bir qo'shilgan qo'shilgan nuqta qo'shilgan 229 qo'shilgan 300. Xo'sh, ya'ni nuqta degan nima deganimizda Shahzoda? Shularning o'rtasida sonlar ketma-ketligi bor. Ha, hamma son bor degan. Hammasi. Xo'p, qanday qo'shamiz? Qanday topamiz buni? 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlar yig'indisini. 1 dan 300 gacha. Kecha o'rgatdim. Nima qilamiz? Bir ayramizmi ustoz? Qo'shuvga o'rtasi. Xo'p, o'rgatdik-ku kecha Shahzodaxon. Birinchi son bilan oxirgi sonni qo'shamiz. 1 ga 300 ni qo'shsak nechi? 301. 301. Keyin mana bu ikkitasi ketdi, 301 bo'ldi. Keyin bunning ikkitasini qo'shaman, nechi bo'ladi? 300. 2 ga 299. 301. 301. Bu ham ketdi. Keyingisi bundan oldingisi 298. 3 ga 298 ni qo'shsam. 301. Nechta 301 bo'ladi? 3 ta. Yo'q, bu yerda hamma son bor. Hamma son bor. Mana 1 dan 100 gacha hamma soni yozilgan bu yerda. Hop, nechta 301 bo'ladi? Shunda Ustoz 300 100 ga ko'paytiramizmi? 100 ta emasda bu yerda Dilyor, nechta son bor? 1 dan 300 gacha o'zi. 200. Birlikda chunki hamma sonimiz juftlashgan bitta unaqa bilan raqamlar. Son Xo'p, bilan. yo o'zini. Xo'p, o'zi 1 dan 300 gacha nechta son bor? 300 ta. 300 ta son bor o'quvchilar, 300 ta. 1 dan 300 gacha 300 ta sonim bor. 1 2 3 4 5 deb qo'lim bilan 300 gacha sanab chiqsam 300 ta son bo'ladi. O'shani ikkitasini bitta guruh qilyapman. 300 tani ikkita bitta qilyapman. Nechta guruhim bo'ladi? 150 ta. 150 ta guruhim bo'ladi. 150 ta o'quvchilar tushunmayapman. Nima ko'rmayapmiz videolarni yana? Kechagi dars bittama-bitta eshitdik-ku, bu misolli o'quvchilar bitta dars. Hammasini oldingi dars uyga vazifasidagida. Demak, mana bu 301 dan 150 ta bo'lar ekan. 150 ta 301 ni qo'shsam necha bo'ladi Shahzoda? Qanday topaman? 150 ta 301 ni qo'shganimmi? 150 da ko'paytiramiz 301 ga. 150 ni 301 ga ko'paytiraman. Demak, 150 ko'paygan 301.
1 ga ko'paytirsam 45.150. 45150 bo'lar ekan. Demak, javobim 45150 bo'lar ekan. 50. Tushundikmi? Ha. Samsung S916 profildan kim kiryapti? Gapiravering. Men ustoz. Kim? Saidkamol sizmi? Ha. Yaxshi. Po'latjon, soat nechi bo'ldi? Dars tugatganimda kiryapsiz-ku. Tugataman hozir 10 minutda darsni. Po'latjon, siz uyingizdagilar bilan bir gaplashib olishim kerak-da men. Bo'lmayapti bunaqa o'qish. Keyingisi 40-misol. 40-misolni o'qiydi. Timur o'qing. Ustoz 41 emasmi? 40ni ham yechamiz. 40ni o'qing nima Timur? Hozir ustoz 150 qo'shilgan 151 qo'shilgan 152. Xo'p. Ustoz shungacha 2 nuqta qo'shilgan 249 qo'shilgan 250. Xo'p. Ustoz 150 dan 250 gacha hozir ustoz 100 ta son bor. Xo'p, 100 ta emas. Qarang-da, Temur, o'quvchilar, nechta son borligini topishimiz uchun oxiridagi sondan boshidagi sonni ayirib 1 ni qo'shishim kerak. 101. 100 bitta son bor mana bu yerda. 100 bitta son bor. Xo'p, endi 150 ga 250 ni qo'shsam. 150 ga 250 400. 400, 150 birga ham 249. 400. 150 248 400. Endi sizga savol, nechta 400 bo'ladi? Bu hozir hozir 100 bitta son bor dedik. ustoz qoldi bilan 50 qoldi bo'lsak agar 50. 50 ta 400 bo'ladi. Bitta qolib ketgan sonchi? Ustoz ana bu mana 200 bor-ku. Ha. 200 ni bu yoqqa 250 ni biqiniga olib o'tamiz. Nimaga? Ustoz chunki u son bizga xalaqit beribdi-da. Malades. Kimdir yordam beryaptimi, o'zingizmi? Yo'q, o'zim yechaman ustoz. Malades. Bolalar to'ppa-to'g'ri-da. Qaranglar mana bu yerda ikkitasini bitta qo'shib kelyapman mana. Boshidan bitta olyapman, oxiridan bitta olyapman. Boshidan bitta, oxiridan bitta, boshidan bitta, oxiridan bitta qo'shib kelyapman. Mana 151 bilan 249 ni qo'shyapman. 152 bilan 248 ni qo'shyapman mana. Bitta boshidan bitta oxiridan olib kelyapman. Shu tarzda kelaman. Da qaranglar, mana bu yerda 199 bo'ladi, 200 bo'ladi, 201 bo'ladi mana bunaqa bo'lib. 201 bo'ladi. 199 ga 201 ni qo'shsam ham 400 bo'ladi. Lekin mana bu o'rtada sheriksiz qaysidan qolib ketadi menda? 250. Yo, 250 emas, 200. 200 ni sherigi yo'q. Ya'ni 200 ga yana 400 chiqishi uchun 200 ga 200 ni qo'shishim kerak bo'ladi. Bitta 200 yo'q, boshqa 200. Bitta 200 bor o'zi. Hozir 250 biqiniga olib o'tganimizga 250 ga 200 qo'shamiz. Ya 250 ga 200 ni qo'shmaymiz endi. Mana buni hisoblab olamiz. 50 ta 400 ni hisoblab olamiz birinchi. 50 ta 400 nechi bo'ladi? 50 ta 400 hozir 20 ming. 50 ni 400 ga ko'paytiraman. Yonida yana nechi bor bitta? 200 bor, 250 450. 450 Yo, nimaga? Yo, qarangda, nimaga 250 ga ham qo'shyapsiz? Temur 250 ketib bo'ldi bu yerda 150 bilan. 250 qolmadi. Faqat 200 qoldi bizda.
250 qo'shib bo'ldi. Ha, Tushundingizmi? ustoz bo'lmasa ustoz 20 mingga 200 ni qo'shayotganimiz. Ha, 20 ming 200 chiqar ekan. Tushundikmi? Ha, ustoz. Hamma tushundimi o'quvchilar? Qaranglar, ikkalasi ham mana bitta toq, bitta juft yoki bitta o'sha bitta juft, bitta toq bilan tugasa oson. O'rtada hech nima qolib ketmaydi unda. Lekin ikkalasi juft bilan boshlab juft bilan tugasa yoki toq bilan boshlab toq bilan tugasa unda qiyinroqda. Unda murakkabroq bo'ladi o'quvchilar. Mana o'rtasida bitta son qolib ketadi. Bular o'tamiz hali o'sha bu kitobni tugatgandan keyin kema ta'limi kitoblarini ishlaymiz hali. Bu misollarga batafsil qaytamiz o'quvchilar, bunaqa misollar tipiga. Keyingisi 41. 41-misolni o'qiydi, Po'latjon o'qing. Mayli, Po'latjon o'qimadi. O'sha Odilbek o'qing. O'qiyman. Bo'ldi, o'qibdilar. O'qing, Po'latjon. Assalomu alaykum ustoz. Sardor yig'indisi 10 ga Yo, teng Odilbek, shoshmang. Siz o'qidingiz, Po'latjon bitta o'qisin, umuman o'qimadi Po'latjon. O'qing, Po'latjon. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Bugun sal kech kiruvdim-da. Bugun emas, siz o'zi har doim kech kirasiz, Po'latjon. O'qing. Sardor yig'indisi 10 ga teng bo'lgan 3 ta har xil natural son tanlamoqchi. Unda necha xil tanlov bor? Xo'p. Demak, yig'indisi 10 ga teng bo'lgan 3 ta har xil son bor ekan. 3 ta har xil sonni qo'shsa, yig'indisi 10 chiqish kerak ekan. Qaysi sonlarni qo'shish kerak deyapti. Xo'p, qaysi sonlarni qo'shsak 10 chiqadi? Boshlang. Qaysi sonlarni qo'shsak? 2 3 qo'shamiz. 2 3. Keyin 4 qo'shamiz. 10. 2 qo'shilgan, 3 qo'shilgan 4 qilsak, bu 9 chiqadi. 10 chiqish kerak. Yo'q, 2 ta 3. Ya 2 ta 3 qo'sha olmaysiz. 2 ta 3 bo'lsa, 2 ta 3 bo'lib qoladi. Bitta sondan bitta foydalanishingiz kerak. Unda 2 3 qo'shsangiz, ya'ni necha olishingiz kerak? 3 5 5 qo'shsangiz 10 chiqadi. Bitta topdingiz. Yana qaysi 3 ta sonni qo'shsangiz 10 chiqadi? yana 5 bo'lsa 3 yo'q. Ana Yordamlashinglar qani bolalar? Kim topdi yana? Qaysi sonlarni qo'shsak 10 chiqadi 3 tani? 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan 5 qo'shilgan Hozir. Dilyar qaysi? Dilyar nima demoqchi? 3 qo'shuv 6 qo'shuv 1. 3 qo'shuv 6 qo'shuv 1 hisob bu mana. Hammasi har xil, to'g'ri. Ayting Odilbek siz ham. Nima demoqchisiz? Ustoz 5 qo'shilgan 4 qo'shilgan 1. Malades, bu ham to'g'ri. Mana 5 qo'shilgan 4 qo'shilgan 1 ham 10 chiqadi 3 ta. Xo'sh, Temur. 2 qo'shilgan 5 qo'shilgan 3. Buni yozdik-ku mana 2 3 5 ni. Ustoz. Yana 6 qo'shilgan 3 qo'shilgan u ham ketdi. U ham ketdi, Dilyar etdi uni. Yana o'ylaymiz. Bormi o'zi yana bolalar? Ustoz 4 qo'shilgan 4 qo'shilgan 3 qo'shilgan yo'q. Demaydi bu. 4 qo'shilgan 3 qo'shilgan 3 desangizlar 2 3 bo'lib qoladi-da bu yerda. Bo'lmaydi.
To'ppa-to'g'ri bo'lmaydi bu yana. Ustoz 1 qo'shuv 2 qo'shuv 7. Oy, malades. 1 qo'shuv, 2 qo'shuv, 7 bor edi. Ne chiqadi bu ham? 10. 10 chiqadi. Endi tugadi o'quvchilar. O'zi 4 ta, demak, sonlarni qo'shsak 10 chiqishi mumkin ekan, har xil bo'lgan sonlarni. Kim tushunmadi? Ustoz men tushundim. Men tushundim ustoz. Hamma tushundi-ya o'quvchilar? Ha, tushundik ustoz. Yaxshi. Demak, uyga vazifa misollarni to'liq tugatib kelamiz. Keyingi dars, ertangi dars o'quvchilar yana takrorlayman. Hamma soat 7 da darsga kirsin. Kirishi shart. 7 da test olinadi o'quvchilar sizlardan. Tushundikmi? Zoom tashlanmaydi guruhga. Chunki o'sha bizlardan Xo'p. Bizda o'sha anaqalar o'zgardi hozir, ozgina dars tartibi, ya'ni endi bir oyda o'quvchilar 12 ta dars, bitta logika bo'ladi va o'sha dars 13-dars sifatida o'tiladigan test o'tilmaydi. Testda Zoomga link tashlanmaydi. Faqat testni o'zi tashlanadi. Testni yechib bizga tashlashlaringiz kerak bo'ladi o'quvchilar. Kelishdikmi? Xo'p. Yaxshi. Men darsni videosini tashab qo'ydim mana, tashlayapman hozir. Ustoz, Xo'p. Mana PDF ochmaydi-da. Senga rasmini ham tashab qo'yingsiz. Qaysini rasmini tashay? Ha, o'sha test nima? Ha. Bo'ldi, testning ham rasmini, ham o'sha PDF variantini sizlarga tashab qo'yaman ertaga, o'sha soat 7:05 atrofida test keladi o'quvchilar. Kelishdikmi? Xo'p, ustoz. Yaxshi. Bugungi mavzu bo'yicha menga savollar bormi? Yo'q. Yo'q. Agar savollar bo'lsa o'quvchilar, darsimiz tugadi. Yana takrorlayman, bu darsimiz kechagi darsni o'rniga o'tilgan dars bo'ldi. Shunda sizlar bilan o'tilmagan darsimiz qolmadi bu yog'iga. Kechagi darsimiz bor edi, endi ertaga test olaman, shu bilan keyingi o'sha tahlillarni uyushtirib ketaveramiz. Bitta qo'shimcha dars qo'yamiz faqat o'quvchilar baribirga ham, o'sha bitta logika darsini yana o'sha Sardor aka umraga kelishlari bilan o'zlari bitta logika darsi qilib beradilar sizlarga. Kelishdikmi? Bo'pti. Xayr o'quvchilar. Darsimiz tugadi, keyingi darsgacha sog' omon bo'lasizlar. Xayr ustoz. Xayr, yaxshi tomoning. Bo'pti.